Hammaga assalomu alaykum. Ushbu videoda sizlar bilan qanaqasiga kuzda o'z hayotingizni 180 gradusga o'zgartirishingiz bo'yicha sizga aniq maslahatlar va instrument beraman. Bu narsa hammasi 7 ta qadamdan bor yo'g'i iborat. Lekin o'zimga достижениялаrimga kelib chiqadigan bo'lsak, hammasi kuzda bo'lgan. Birinchi mashinamni 17 yoshimda Nexia 3 sotib olganimda kuzda bo'lgan. 21 yoshimda 120 ming dollar Mercedes GT sotib olganimda kuzda bo'lgan. Eng yaxshi momentlarim, eng yaxshi daromadlarim har doim kuzda bo'lgan. Nima uchun o'zi bu narsa har doim kuzda bo'ladi desiz? Yozda emas, qishda emas, bahorda emas. Bitta sababi bor. Masalan, yozda hamma dam oladi, chet elga sayohat qiladi, masalan, kanikul bo'ladi. Bitta gaplar ish qilishga nastroyi bo'lmaydi. Imенно kuz kelishi bilan uchevniy sezon boshlanadi. Maktab o'quvchilari uchun, universitet o'quvchilari uchun. Yoshi masalan kattalar uchun esa masalan baribir kimdir bola chaqa bo'ladi yoki ukasi, onasi yoki misol sifatida sinisi, jiyanlari bo'lishi mumkin bo'ladi. Avtomatik kuzda qanaqadir bilasizmi, boshqacha nastroy, boshqacha sezon bo'ladi. Kunli ham bundoq sal tashiydi. Lekin aniq balkim sabablarini sizga ayta olmasligim mumkin, lekin aynan o'zimda shunaqa bo'lgan demoqchiman. Xo'p, katta muammo bizada bilasizmi nima? Ideal vaqtni har doim kutamiz. Dushanba bo'lsin, yangi yil bo'lsin, ertalab bo'lsin, u bo'lsin, bu bo'lsin, har doim ideal vaqtni kutib yashaymiz. Lekin ideal vaqt hech qachon o'zi aslida kelmaydi. Eng ideal vaqt siz aynan hozir boshlashingiz bo'ladi. Xo'p, birinchi muammo bor bizada. Bizada fokus yo'q. Fokus yo'q bu nima? Har doim nimadirga chalg'iymiz. Uydagilar nimadir aytadi yoki og'aynilar bilan uchrashuv bo'ladi, uni to'lgan kuni bo'ladi, u yoqqa chalg'iysiz, telefonda reels ko'rasiz, bitta gaplar chalg'itadigan omillar bizning hayotimizda juda ham ko'p. Ya'ni biz bitta narsaga fokus qilishimiz uchun bizada ko'p narsadan voz kechishimiz kerak bo'ladi. Bilasizmi, xuddi ana pulverizatordagi gap. Ano gullarga suv sepadigan narsa bor-ku, bunday instrument. Bundoq bossangiz masalan, polnisini ko'p masalan suvlar bundoq tarqalishi mumkin. Agar o'sha narsani uchni bundoq to'g'rilaydigan bo'lsangiz, bitta borib uzoqga borishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni fokus xuddi shunaqa gap. Ikkinchi muammo esa bu plan va maqsad yo'qligi. Chunki motivatsiya bu ovqat kabidagi gap. Motivatsiya ko'p aytadi, motivatorlar motivatsiya hech narsani hal qilmaydi, disiplina bo'lishi kerak, u bo'lishi kerak, bu bo'lishi kerak. Xo'p, lekin motivatsiya ham muhim. Matematik xuddi ovqat kabi keladigani bu nima? Masalan, ovqatni 3 mahal, 5 mahal yeysiz, keyin qorningiz ochib qoladi. Motivatsiya ham bundoq upotreblять qilasiz, YouTube'da ko'rasiz, unda ko'rasiz, uni tanishingizni natijasini ko'rasizda, o'shaning sizda motivatsiya bo'ladi. Keyin orada 2-3 soat o'tsa yoki 1 kun o'tsa bu narsa yo'q bo'lib qoladi, to'g'rimi? Va bu normal holat. O'shaning uchun постоянно siz o'zingizga kuniga kerak bo'lsa 1 marta yoki kuniga 3 marta shu narsani dozani o'zingizga berib turishingiz kerak bo'ladi. Va aniq plan va maqsadingiz bo'lishi kerak. Agar hozirgi kunda siz ertalab turishingizga bir sabab bo'lmasa, demak, tabriklayman, sizning hayotingizda maqsadingiz yo'q. Sizning hayotingizda shunaqa darajada maqsadingiz bo'lishi kerakki, ertalab sizni bitta gap bilan 5 ta budilniksiz uyg'otib yuboradigan. Undan keyin esa albatta planlaringiz bo'lishi kerak demoqchiman. Xo'p, endi qarang. 90 kunda hayotni o'zgartirsa bo'ladimi? Bir tomondan ha deb javob beraman, bir tomondan yo'q deb javob bera olaman. Yo'q deydigan ma'noyim bu yerda nima? Shu 90 kunda siz multimillioner bo'lib keta olmaysiz yoki ideal formaga ega bo'la olmasligingiz mumkin. Lekin bir tomondan siz o'sha narsani qilsangiz bo'ladi 90 kunda. Chunki любой odam masalan bitta natijaga kelish uchun 90 kun o'sha как образ жизниga aylanadi. Masalan 90 kunda 3 oyda siz o'zingizni xohlagan tanaga ega bo'lishingiz mumkin. Agar uporni trenirovka qiladigan bo'lsangiz, o'tkazmasdan yoki daromad oshirmoqchi bo'lsangiz, yangi kasb o'rganib, onlayn kasb bo'lsin yoki boshqa narsa bo'lsin, siz xohlagan daromadingizga chiqsangiz bo'ladi. Va undan keyin esa xuddi shu narsani takrorlayver 1 yilda juda katta natijaga erishishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni как transformatsiya qilishingiz mumkin bo'ladi demoqchiman. O'zimni yo'lim 150 dollar bilan boshlangan. Shu payt 150 dollar kurs olganman 2018-2019-yili. 3 oy o'tgandan keyin men o'sha soha orqali 1600 dollar daromadga chiqqanman. Chunki juda ham ko'p masalan xohishim bo'lgan. Menga masalan o'sha payt o'zim o'qigan ustoz masalan kuniga 20 ta masalan telefon qilgan yoki 20 ta odamlar bunaqa qilgan desa, men o'sha narsani x 3 barobar qilardim. O'shaning uchun men natijam qolganlarga nisbatan ancha yuqoriroq bo'lgan. O'shaning uchun men bugun mana bu so'z yuritib, sizga nimadir tushuntirib o'tyapman demoqchiman. Chunki qarang, har bitta inson nimadir qilmoqchi bo'ladi, nimadir qiladi, lekin natija 10 tadan 10 tasi chiqmaydi. 10 tasida masalan 2 tasida 3 tasida chiqadi. Nima uchun? Chunki ular baribir normadan ko'ra ko'proq harakat qilgan bo'ladi. Kimdir esa masalan fokus yetishmaydi, uzilib qoladi. Kimdir esa chalg'iydi, kimdir esa yarim yo'l tashlab ketadi. Va bu odatlar juda ham yomon.
Va shu odatlarni qanaqasiga voz kechish mumkin, qanaqasiga to'g'ri yo'lga turish bo'yicha ham men sizga hozir birma-bir tushuntirib beraman. Xo'p, endi qarang. Birinchi qadam siz bitta sohani, bitta yo'nalishda tanlashingiz kerak va o'sha bo'yicha natija qilishingiz kerak. Masalan, siz xohlayapsizmi, o'zingizga idealniy tanani siz demak faqat sport bilan shug'ullanishingiz kerak. Agar siz ingliz tilini yodlamoqchi bo'lsangiz, faqat ingliz tiliga qo'l berishingiz kerak. Agar daromadingizni oshirmoqchi bo'lsangiz, faqat daromadga qo'l berishingiz kerak. Ya'ni men bu gap bilan nima demoqchiman? Siz ham ozishga, ham masalan ingliz tilini o'rganishga, ham daromadingizni oshirishga, ham hamma narsani zo'r qilishga siz avtomaticheski ulgura olmaysiz, qila olmaysiz, robot emassiz. Siz insonsiz. O'shaning uchun 90 kunda siz bitta gap bilan natijaga chiqmoqchimisiz? Siz bitta yo'nalishni tanlashingiz kerak. Bo'lmasa hamma narsani qilaman deb oxiri siz выгорание bu narsa olib keladi, ya'ni sizga bu depressiya bilan stress olib keladi demoqchiman. O'shaning uchun bor yo'g'i bittasini tanlab, o'sha yerda mukammal inson mukammal natijaga chiqishingiz kerak demoqchiman. Endi qarang. Masalan, biz siz bilan hozir balans bilan maqsad haqida gaplashaylik. Birinchi topayotgan paytim, imенно katta pulim men o'sha payt qizlar bilan hech qanaqa gaplashmas edim. Boshqa narsalarga, ortiqcha narsalarga vaqtimni sarflamas edim. Sportga bormas edim. Hozir esa hayotimni balans qilaman. Ya'ni hamma narsani bir vaqtda qilishga harakat qilaman. Nega? Chunki men o'sha u etapda o'tib bo'lganman. Qanday miqdorda o'zimga fundament qurib bo'lganman va hayotimda hamma narsani hozir bir vaqtda qanday miqdorda balans ushlashga harakat qilaman. Lekin hozir ham agar bitta masalan daromadimni realni oshirmoqchi bo'lsam, ya'ni bitta gap bilan katta natija qilmoqchi bo'lsam, men po-любому bitta narsani tanlashim kerak bo'ladi. Maslahatim umumiy nima? Bitta sohani tanlab, o'sha yo'nalishda prorив qiling. Chunki mana qarang, agar biz hamma narsani statistikani mana bunaqa qilib oladigan bo'lsak, masalan, o'sish bu nima? O'sish mana bunaqa narsa. To'g'rimi? Joyida turmaysiz. Prorив esa meni mana bunaqa narsa. Siz prorив qilishingiz uchun, mana bunaqa o'sishingiz uchun siz bitta sohani tanlashingiz kerak. O'shanda siz aniq natijaga erishasiz. Xo'p, birinchi qadam haqida gaplashdik. Endi ikkinchi qadam haqida so'z yuritamiz. Ya'ni o'zingizga o'zingiz bir challenge yaratishingiz kerak, как o'yin kabi. Masalan, bu nima bo'lishi mumkin? 100 ta kishi bilan uchrashish, tanishish, tadbirkor bilan masalan suhbat qilish bo'lishi mumkin. Yoki 30 ta trenirovka kuzda amalga oshirishingiz mumkin. Yoki 100 ta masalan challenge qilishingiz mumkin. 100 ta reels olaman aynan shu kuzda. Yoki birinchi zapuskimni o'tkazaman. Yoki daromadimni oshiraman. Yoki 5000 dollar daromad chiqaman. Yoki sayohat qilaman degan o'yingizda qanaqadir aytaylik maqsadlaringiz bo'lishi mumkin. Как challenge asosida qilishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, oddiy ish bilan challenge nima farqi bor? Oddiy ishda siz qilasiz, challenge esa bu как o'zingiz nima desa bo'ladi? Kompyuter o'yinlar o'ynashingiz mumkin yoki telefonda o'ynashingiz mumkin. Xuddi shu narsani siz real hayotda qilishingiz mumkin. Va o'sha как главный герой, главный personaj aynan o'zingiz bo'lasiz demoqchiman. Xo'p, keyingisi. Bu yerda bemalol siz eski arxivdagi bemalol videolarimni ko'rsangiz bo'ladi. Men har xil challengelar qilardim, har xil narsalar qilardim. Oldin qarabsizki, ko'rinishim ham, yurish turishim ham, daromadim umuman hozir nisbatan umuman boshqacha. 3-qadam esa bu muhimlaridan biri. O'zingizga bitta doska olib, yoda bitta как qanaqa miqdorda tablitsa qilib, yoki galchkalar qo'yib chiqishingiz kerak bo'ladi. Masalan, siz aytaylik reels olasizmi, trenirovkaga boryapsizmi yoki o'zingizga qanaqa miqdorda YouTube qilyapsizmi? Umuman farqi yo'q. Любой bitta qanaqa aktivitini, yaqin bitta zadachani siz yozib chiqishingiz kerak, oldiga galchkalar qo'yib chiqishingiz kerak. Ya'ni bu yerda siz u narsani masalan oxiri bo'layotgan natijasi bilan yoki qanaqa miqdor faqat sifati bilan emas, balki soni bilan ham, ya'ni количество действий bilan ham o'lchashingiz kerak. Ana o'shanda siz natijaga chiqasiz. Nima uchun kimdir maqsadiga erishadi, kimdir esa yarim yo'lda qolib ketadi yoki maqsadiga erishmaydi. Bu narsani ham elementarniy объясненияsi bor. Agar siz har kuni o'zingiz qilayotgan ishingizga galchka qo'yadigan bo'lsangiz, bu sizni ichingizda bitta gormon vырабатывать qiladi. Gormon счастья deydimi, endorfin deydimi, aniq bittasini bilmayman. Но bitta gormon sizni ishlab chiqazadi, что miya qildi degan narsa. O'sha odamga mazza beradi. Va uxlayotganingizda ham tinch uxlaysiz, tezroq uxlaysiz. Ana miyangizda har xil narsalar aylanib yurmaydi va o'zingizni aybdorlik hissi bo'lmaydi va o'zingizga bo'lgan ishonchingiz har doim на высшем уровне bo'ladi demoqchiman. Nima pluslar bor o'zi bu doskani? То, что esingizdan chiqmaydi. Kichkina qadamlar katta natijaga olib keladi. Ko'p ish qila olasiz va natija aniq ko'proq bo'ladi. Qarang. Tasavvur qiling. Masalan, sizning maqsadingiz 100 mingta obunachi yoki 10 mingta obunachi yig'ishdi. Siz 10 ta reels qo'ydingiz, bor yo'g'i 50 ta dona obunachi keldi. Kimdan o'ylaysiz, hisoblaysiz? Voy, meni hali 10 mingta, 100 mingta obunachi yig'ish uchun meni 3 yil, 5 yil, 10 yil vaqtim ketar ekan deysiz, motivatsiya shunday tushib ketadi. O'sha yoqqa keyin reels olmaysiz. Agar siz shu narsani qadamlarga, galchkalarga, действияларga o'giradigan bo'lsangiz,
Что masalan 100 marta o'sha narsani syomkaga chiqishingiz kerak va masalan 100 ta yoki 200 ta reels qo'yishingiz kerak. Har bittasiga galchik qo'ysangiz, siz maqsadingiz, fokusingiz, ya'ni o'sha конечно maqsadingizga emas, balki hozir qilinayotgan kichkina qadamlarga bo'lsa, o'shanda siz aniq natijaga chiqasiz va motivatsiyangiz ham tushib ketmaydi demoqchiman. Balki qattan bilasiz, bir oy o'tgandan keyin 31-chi reelsingizdan bittada 10 mingta obunachi keladi va 10 million prosmotr oladi. U narsani hech kim bilmaydi. O'shaning uchun qadamlarga qarab harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Qarang. Fokus maqsadda va fokus kichkina qadamlarda. Nima farqi bor bo'ladi desangiz, sizga bu narsani undan oldin tushuntirib berdim, lekin yana bitta misol keltiraman. Masalan, taksistlar o'zi qanaqa pul topadi? Masalan, taksistlar bitta passajirni olib nuqtadan nuqta B ga olib borib qo'yish uchun masalan 15 ming, 20 ming, 30 ming so'm pul oladi. To'g'rimi? Lekin o'sha narsani yig'ib bor yo'q kichkina shu biz hozir masalan qadriga yetmaydigan 20 ming, 30 ming masalan pulni yig'ib o'ziga uy oladi, mashina oladi, mashinasini o'g'irlaydi, farzandlariga qaraydi, oila boqadi. Tushunyapsizmi? Bizga hozir kimdir mana bunaqa ish qilgan 30 ming olsa, mana bundan donasini olib o'tsa, voy, nima u deysiz? Bizga chunki har doim sirazu nima muhim, eng tepadagi narsasi muhim. Bittada katta daromad olish muhim. Lekin hamma katta narsalar aslida kichkina narsadan bo'ladi. Butun okean ham qana miqdorda shu tomchi suvdan iborat. Yoki masalan kuch o'zi nima desangiz, doimiylikda. Kuchchi o'zida emas. Masalan, tasavvur qiling, bitta tosh bor yoki bitta beton bor. O'sha narsani teshib uchun agar men bir marta kelib qattiq udar ursam, bu narsani men sindira olmayman. Lekin doimiy holatda bitta tomchi suv shu oqib tursa, o'sha kerak bo'lsa asfalt betonni ham yorib yorib o'ta oladi toshni. Bu narsa keltirib berilgan dokazatsiyalar hammasi bor. Xo'p, 4-qadam esa kalendar yo'g'irishingiz kerak bo'ladi. Endi qarang. Masalan, hozir men o'zimga savol beraman-da. Bir sayt, biz bugun trenovka chiqishimiz kerak yoki ertaga. Vaqtim yo'q. Hech qachon menga vaqtim bo'lmagan. Lekin qachonki siz zaraniya planировать qilsangiz, zaraniya rejalashtirsangiz, что men har kuni masalan dushanba, chorshanba, juma ertalab soat 9 dan ertalab soat 11 gacha trenovkada bo'laman. U payt men hech narsa chalg'imayman, hech qanaqa ish qo'ymayman. Keyin masalan 15:00 dan 17:00 gacha men angliyskiyim bo'ladi. Masalan, seshanba, payshanba, shanba desam, men aniq bilaman, что men shu ishni bajaraman. O'shaning uchun kalendar qilish va zaraniya plan qilib yurish bu juda ham muhim. Chunki siz har doim bugun yoki ertaga siz hech qachon kerak narsaga vaqt topolmaysiz. Chunki miya bahona qilishni yaxshi ko'radi va shu narsani unutmaslik ham kerak bo'ladi. Spisak tuzib chiqishingiz kerak. O'zi umuman aytganda, nima o'zi ishlar qilmoqchisiz? Masalan, bu bo'lishi mumkin, qanaqa YouTube Reels mavzu yozasiz, qanaqa kitob ko'rasiz, qanaqa kitob o'qiysiz, qanaqa serial yoki kino ko'rasiz. Nima uchun kino, serial ko'rasiz deb aytaman? Chunki bu bizning sohamizda juda ham muhim. Fantaziyani bunda ochadi. Bunda o'sha siz bu sohani bilib tushunganingizdan keyingina siz o'sha kino, seriallarga boshqacha ko'rasiz, e'tibor berasiz. Qaraysiz, qatdan o'zidan o'zi pesna chiqib qolgan bo'ladi. Qattiq finalsiz kutgandek bo'lmaydi. Qattiq masalan davomi mamyoda bo'lib ketadi deydi. O'sha narsani siz просто tuppa zritel emas, balki analiz sifatida ko'radigan bo'lsangiz, sizni mana bu narsangiz bilan fantaziyangiz, progresslaringiz yanada yangi urovingga, yanada cho'qqiga chiqishi mumkin bo'ladi demoqchiman. Va hokazo. Endi qarang. 5-qadam. 5-qadam bu nima? Qog'ozda hamma narsani yuritishingiz kerak bo'ladi. Bekor eski boylar bunaqa katta natijalarga chiqishmagan. Chunki u payt mana bunaqa kompyuter bo'lmagan. Hamma narsa bar qog'ozda qilinardi, klassika. Chunki agar siz nimadir qog'ozga tushirib, qo'lingizdan atruki yozadigan bo'lsangiz, siz miyangizdagi narsalarni o'sha izlagat qilib o'sha narsaga yozasiz. Miyangizdagi mana bo'layotgan har xil putnitsiyalar, pautinalar, mana miyangizda bo'layotgan tushunmovchilik, o'sha narsaga bunday tushiradigan bo'lsangiz, ancha sizga yasniyroq bo'lgan holatda, ya'ni tushunarliroq bo'lgan holatda oldingizga kelib chiqadi demoqchiman. Ya'ni bizning sohamizda ham baribir narsani yozishingiz kerak. O'shanda ichingizdan narsani chiqarsangiz, yanada yangi narsalar kelaveradi. Va yana asosiylardan biri, bir hafta yoki 2 haftada bir marta networkingga vaqt ajrating. Har xil insonlarga vaqt ajrating. Kommunikatsiya qilganingizdan kelib chiqib, dialog qurganingizdan kelib chiqib, sizda ham har doim nimadir narsa o'rganasiz. Любой odam kim bilan gaplashsa, nimadir narsa oladi. Lekin insonlar ham har xil bor. O'zimni jamimda, o'zim oldimda shunaqa bolalar bor, har doim urishaman, gapiraman. Faqat telefon turadi yoki odam bilan gaplashadi. Gaplash! Mana buni qil deb jahlim chiqib ketadi-da, tushunasizlarmi? Nega bunday gaplashish? Bu muammo yechim yo'q. Nitqli bo'ladi, hayotda bor. Shu bo'g'ib o'ldirib qo'yish keladi-da. Lekin inson har xilda, bu tabiatda, tushunasizmi? Masalan, o'ziga kirib ketadimi, anaqa qilib mana shu
kirib ketaveradi, zagnutый bo'lib, mana bunaqa bo'lib ketadi. 6-qadam esa har doim o'zingizga mukofot bering. Ya'ni nagrada. Bu nima bo'lishi mumkin bilasizmi? Masalan, men mana bunaqa bo'lsam sayohat qilaman, men bunaqa bo'lsam o'zimga engayib olaman, buni qilsam nimadir qilaman degan narsa bo'lsin. Lekin mukofot bu oxiri natijadan kelib chiqib emas. Siz 100 ming obunachi qildingiz yoki siz ideal formaga keldingiz yoki siz 10 ming daromad topdingizdan kelib chiqib emas. Protsessdan kelib chiqib qiling bu narsani. Masalan, 10 marta syomkaga chiqaman, 100 ta reels joylashtiraman. Masalan, 30 marta trenirovkaga chiqaman, 10 ta kitob o'qiyman. Ya'ni imенно mana shu kichkina qadamlarni oxirigacha qilib bo'lganingizdan kelib chiqib o'zingizga keyin mukofot bering. Ya'ni fokusingiz bu yoqda emas, balki bu yoqda bo'lish kerak demoqchiman. Va natija deganda hamma ikki xil tushunishi mumkin. Oxirgi natija yoki kichik qadamlarni qilib bo'lgan, bajarib bo'lgan natijasi. Men aynan bu haqida sizga aytmoqchiman. Miya tushunish kerak-da o'zi. Nima uchun nimani qilayotganini. Va oxirgi 7-qadamimiz bu ommani oldida kerak bo'lsa karillang. Endi bu ko'cha tilida aytdim, agar soddaroq qilib aytadigan bo'lsam, sizga chiroyliroq qilib aytadigan bo'lsam, o'zingiz Instagram sahifangizga yoki Telegram sahifangizga yoki YouTube sahifangizga qanday maqsad qo'yib, o'sha narsani omma bilan bo'lishing, post qo'ying. Masalan, siz mashina olmoqchimisiz yoki nima qilmoqchisiz, o'sha narsani 2 oydan, 3 oydan, qanday muddatdan o'sha narsani siz bo'lishing. Qachonki siz boshqalar ham bilsa, o'shanda sizning mas'uliyatingiz ko'proq bo'ladi. Siz o'sha erinishga, dangasalik qilishga haqqingiz bo'lmaydi. Siz o'sha narsani uyalib qolishdan ham qo'rqib turib, ya'ni bitta qana tsenoslova qo'yadigan bo'lsangiz, sizni oldingizda aniq o'sha harakatli bo'ladi va kerak bo'lsa uyquga yoki boshqa narsa kamroq vaqt ajratib, ko'proq harakat aynan ishni o'zida bo'ladi demoqchiman. Itogoviy natijaga biz kelamiz. Endi qarang, har bitta qadamni boshqatdan aytib chiqaman sizga. Xo'p, birinchi qadam bu yerda bitta soha yo'nalishi tanlashingiz kerak, prioritetga qo'yishingiz kerak. Bu bir. Ikkinchisi esa o'zingizga challenge yaratishingiz kerak, как o'yin sifatida. Uchinchisi esa galchikali doskasini yaratishingiz kerak bo'ladi, tablitsani. 4-qadam esa bu kalendar yurishingiz kerak. 5-qadam esa bu qog'ozda hamma narsani yurishingiz kerak. Mana shu miyazdagi narsalar qog'ozga tushishi uchun. 6-qadam esa o'zingizga mukofot, ya'ni nagrada berishingiz kerak. Va 7-oxirgi qadam esa bu ommani oldida bir narsaga va'da berib so'zga chiqishingiz kerak bo'ladi. Agar ushbu 7 ta qadamni qiladigan bo'lsangiz, hayotingiz aniq o'zgaradi. 90 kun ichida. Aynan sizni o'zgarishingiz moliyaviy tomonlama bo'lishni xohlasangiz, ya'ni 0 dan 5 ming dollargacha daromadga chiqmoqchi bo'lsangiz, 6 oydan 12 oygacha bo'lgan muddatda aynan siz uchun bepul dars yozganman. Bilmayman, silka yo'qda yoki bu yoqda chiqadi. O'shani o'tib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Aynan sizni kutaman. Va fikringizni bu video bo'yicha kommentariyada qoldirsangiz, like bosib qo'ysangiz xursand bo'laman. Chunki bu videoni siz boshqalarga ulashgan bo'lasiz. Xayr, salomat bo'ling.